muammo. Короче, yarim kechasi uxlolmadim-da, men xayolimga bitta ajoyib xayol keldi-da. O'shani sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Bo'lishaman bo'ptimi? Men jinoyatchilar haqida dokumentalniy filmlar ko'rishni ko'raman. Instagramdan ham chiqib qolsa oxirigacha kuzataman. Shuncha jinoyatni dokumentalniy filmni ko'rib bitta vыводga keldim-da. Butun jinoyat olamida manyaklar, kimnidir o'ldirganlar, o'zini kimdir deb o'ylaganlar, yaqinda ham ko'rdim, bittasi o'zini vampirman deb o'ylagan. Bilasizlarmi, ularni hammasini nima jamlab turadi? Ular hammasi erkak kishi. Kimdir o'ldirgan bo'lsa, erkak kishi o'ldirgan bo'ladi. Erkak kishini ham erkak kishi o'ldiryapti, ayol kishini ham erkak kishi o'ldiryapti. Nima ular tug'ilishidan miyasida qanaqadir shishka bilan tug'iladimi? Nega unaqa? Jinoyatchilar ichida ayollar kam. Nega? Men deyarli har kuni jinoyat haqida, ubistvalar haqida film ko'p ko'raman. Deyarli har kuni ko'raman. Menda chiqqan vывод shu. 95% jinoyatni, odam o'ldirish va hokazo jinoyatlarni hammasini erkaklar qiladi. Nega unaqa? Ularning miyasi qanaqadir по-другому работает, что ли? Men ularni bilmayman. Men boshqa o'sha erkaklar ko'proq jinoyatchi ekanini bilaman, lekin sababini bilmayman. Irodasi shunchalik kuchsiz bo'larmikin o'sha jinoyatchi erkaklarni? Men hamma erkak demoqchi emasman, nam tortib menga ming'illab yozmanglar. Prosta o'sha istoriyalarni eshitganimda menga har doim keladigan savol, nega bu jinoyatchi ham erkak kishi degan narsa keladi. Men umuman ayollar ishtirok etgan jinoyatlarni eshitmaganman. Ayollar umuman jinoyat qilmaydi demoqchi emasman bu gapim bilan. Yaqinda ham eshitdim, bitta ayol 5 marta homilador bo'lgan, tug'gan, er e'tibor bermagan, tug'ruqdan keyingi depressiyasiga hech kim e'tibor bermagan, u prosta o'tib ketadi deb o'ylashgan. Oxirida 5-farzandini tug'gandan keyin окончательный jinni bo'lib qolgan u ayol, bolalarni hammasini cho'ktirib, kuklaga aylantirib xonasiga qo'ygan, srazu 911ga telefon qilgan, eriga telefon qilgan, "Men shunaqa qildim" degan, "Men o'zim bolalarimni degan qotilman, yaxshi emasman, ular qiynalishini, meni deb qiynalishini xohlamadim" degan. Uni davolatishgan. Nima deydi? U vымышленный, nima deydi? Miyasida ataylab qilmagan bu narsani, o'ylab topib, jinoyatni planlashtirib qilmagan-da. Depressiyadan, jinni bo'lib qolgandan qilgan. Men dokumentalniy filmlarni ko'rgan paytim ular o'sha jinoyatchini bu jinoyatni qilishga bo'lgan sabablarini ham ko'rib yetib chiqishadi-da. Asosan ular yoshligida e'tibor ko'rmagan, pastayanni o'rtoqlari tomonidan bullingga uchragan, ya'ni kamsitilgan, mehr ko'rmagan, e'tibor ko'rmagan insonlardan, o'sha yoshligi yaxshi o'tmagan, insonlarga bo'lgan nafrati kuchli bo'lganlardan chiqadi jinoyatchi. Mehribon bo'lib, mehr berib katta qilingan farzanddan, e'tiborli bo'lib katta qilingan farzanddan unaqa jinoyatchi chiqmaydi. O'shaning uchun menimcha oilaga, ota-onaga, yaqinlarga bu narsa juda ham katta bog'liq deb o'ylayman. Lekin faqat erkaklar emas, ayollarni ham bee'tibor katta qilishadi. Lekin 95% jinoyatchi erkaklar. Men shu narsani tushunmayman. Savolim javobsiz. Uni qo'yinglar, mayli jinoyatchilar jinoyatini qilib qamalib baribir jazosini oladi, ular o'z yo'liga, lekin mana shunaqa jinoyatchilarni qilgan jinoyati вообще seriyaning убийствалар haqida, убийцалар haqida точнее ko'rishni yaxshi ko'rish, o'shanaqa filmlarni fonga qo'yib ish qilish, qiziqib eshitish нормально, ненормально. Потому что я такая. Men bitta emasman. Надеюсь, bu normal holatmi nima deb o'ylaysizlar, yozib ketinglar. Yo'qim chiqib ketdi, onasining. I'ma sit back with a blunt.
put my hand in the cuffs.